Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Rizada Sharq Turkiston vaziyati bir qator faoliyatlar bilan tanishtirildi. 18 yanvar Riza shahri Ismoil Qahramon Kultur markazida Sharq Turkistonda nima ishlar bo'layotdi temasida yig'ilish elib berildi. Faoliyatni Riza kadrlar kooperativi bilan Sahiya kooperativi tashkillagan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston ma'rifat hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon apandi taklif bilan qatnashdi. Yig'inga yoshlar Sahiya kooperativi idorasi a'zolari va shu yerda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar hamda Rizadagi yerlik xalq qatnashdi. Faoliyat Cumhur Rais Rajab Tayyip Erdo'g'an universitetida o'qiyotgan Abdul Azizning mo'ngluq qiroati bilan boshlanib, o'quvchi Abduqodir o'lishga boshildim insonlik nada temasidagi she'rni deklamatsiya qildi. Yig'inda Sharq Turkiston ma'rifat hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon apandi Sharq Turkistonning yaqinqi zamon tarixi va Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini tafsiliy tunishtirdi. U Rizadagi ziyorati davomida yig'inlardan sirt Riza xalqaro o'quvchilar jamiyati, Riza bosh muftiyligi, televizor ziyoratlari qatorliq bir qator faoliyatlarda bo'lib, Sharq Turkiston masalasini jiddiy kun tartibga elib keldi. U yana bugungi ziyoratida Ansar Vaqfi Riza sho'basi raisi Fathulloh Shanni ziyorat qilib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati va Xitoyning irqiy qirg'in qilish siyosati haqida ma'lumot berdi va Sharq Turkiston masalasining Turkiyada kun tartibda turishiga hamkorlashishini talab qildi. Amerika Davlat Majlisida Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi o'ttirg'a qo'yildi. 18 yanvar Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Amerika Davlat Majlisining Avom va Kengash palatalarida birli vaqtda Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi o'ttirg'a qo'yildi. Xabarda bu qonun loyihasini Marco Rubio va Robert Menendez apandilar Amerika Kengash palatasida, Christopher Smith va Thomas Suzi qatorliqlar Amerika Avom palatasida birli vaqtda o'ttirg'a qo'yganligi. Amerika Davlat Majlisining mazkur a'zolari bu qonun loyihasini o'ttirg'a qo'yish bilan birga Xitoyning millionlarcha Sharq Turkiston xalqini jazo lagerlariga tutqun qilganligini qattiq ayblab, Trump hukumatini Sharq Turkiston xalqiga ega bo'lishga chaqirganligi bildirildi. Xabarda yana Amerika hukumatini mazkur masalaga inkos qaytarishga chaqirib, Amerika hukumati bu kishilik huquq buzg'unchiligiga qarshi o'z maydonini ifodalashi hamda buni qabul qilishga bo'lmaydiganligini bildirib qo'yishi kerak deganlarni bildirganligi Amerika Kengash va Avom palatasining 25 nafar a'zosi bu navbatlik qonunga asosan o'xshab ketadigan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi 2018 nomli qonun loyihasini o'tgan yili noyabrda bir qatim tunishtirganligi. Mazkur loyiha Davlat Majlisida ovozga qo'yilishidan ilgari majlis a'zolari qayta saylab chiqilganligi uchun qonun loyihasiga bir qism yangi sharhi va mazmunlar qo'shilib, bu yil qayta tunishtirilganligi. Qonunning ilgirki nusxasiga har ikki palatadan jami 25 vakil imzo qo'yganligi. Bu navbatlik yangi nusxasiga jami 31 vakil imzo qo'yganligi bildirildi. Egilishicha, agar bu qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisining birda qo'llashiga erishib, Prezident Trump imzo qo'ysa, Amerikada Uyg'urlar uchun chiqarilgan tunji qonun bo'lib qoladi ekan. Da'vatchi Muhammad Amin Yildirim Türk xalqini mazlumning yanida bo'lishga chaqirdi. Turkiyadagi Siyar tadqiqot vaqfining qurg'uvchisi va tunilgan danglik da'vatchilarning biri bo'lgan ustoz Muhammad Amin Yildirim farqli sahnalarda Sharq Turkiston xalqining yanida turishni va Turk xalqini Sharq Turkiston musulmonlariga ega chiqishga chaqirmoqda. U bu qatim dars munbirida turib, qo'lida Sharq Turkistonlik ikki Uyg'ur farzandining rasmini tutib turib, jamoatga va xalqqa nido qildi. U so'zida bu ikki bolaning qayerlik ekanligini bilasizlar. Bular bizning yuraklarimizning parchasi. Buni ko'rib turib yuragi og'rimagan biri bo'lsa, uning vijdoni yo'q degan gap bo'ladi. Ammo hozir bir yerlarga tava bo'lgan vijdon bizga bu rasmni ko'rsatma da'vatidir. Hozir Xitoy bilan aramizni buzmasin, masala chiqarmasin. Shuning uchun hozir buni yepib qo'yayli. Bu mazlumlarning ovozini anglamayli da'vatidir. Agar biz bu anglamayli da'vatqanlarga ha desak, undaqda biz ma'lum yerga tava bo'lgan vijdon egisi bo'lamiz. Men bir siyosiy partiya emasman. Hech kimni uning buningga ovoz beringlar deb chaqirmayapman. Mening dardim bu emas. Men bir musulmon.
men e'tiqod qilayotgan din menga shundoq deydiki, dunyoning narida bo'lsa-bo'lsin, irqiga, rangiga, jinsiga, hech qanday narsasiga qaramasdan mazlumning yanida yer olasan. Men g'arib sharif hech qanday narsaga qaramasdan, hatto dinigimi qaramasdan, chunki mazlumning dini so'ralmaydi. Uning yanida yer olaman. Uning yanida bo'laman. Va agar bo'la olsam, undaqda men ma'lum yerga tava vijdon egisi bo'lmagan bo'laman. Agar ma'lum yerga tava vijdon bo'lib qolsa, undaq vijdon emasdir. Allah bu holda bo'lganlarga eng yaqin vaqtda rahmat eshiklarini ochsin va bizni u ahvoldan qutqizsin dedi. Şu çocukların mensubiyetinin neresi olduğunu biliyorsunuz. Bunlar yüreğimizin bir parçası bizim. Şunları görüp de yüreği, vicdanı sızlamayan varsa eğer, o vicdan taşımıyor demektir. Ama şu anda aidiyetli vicdan bize şu resmi gösterme diyor. Şu anda Çin'le aramızı bozmasın, bir şeyler oluşmasın, aramıza bir şeyler girmesin. Onun için üstünü örtelim diyor. Bu mazlumların sesini duymayalım diyor. Eğer bu duymayalım diyenlere biz evet duymayalım dersek, biz işte aidiyetli vicdan sahibi oluyoruz. Ben bir siyasi parti değilim. Kimseyi bir oya, bir şeye, şuna buna çağırmıyorum. Ben derdim o değil ki ben kalkayım da bunu siyasi bir mülahazayla farklı bir biçimde değerlendireyim. Ben bir Müslümanım. İnandığım değerler de bana diyor ki dünyanın neresinde olursa olsun, ırkına bakmadan, mensubiyetine bakmadan, cinsiyetine bakmadan, yaşına bakmadan, coğrafyasına bakmadan mazlumsa eğer sen o mazlumun yanında yer alacaksın. Qarindoshlik munbiri Sharq Turkiston masalasini muzokara qildi. 19 yanvar Qarindoshlik munbiriga tava 30-chi xalq tashkiloti Zaytinburnida Sharq Turkiston xalqi uchun yig'ilish qildi. Yig'ilishga Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining muavin raisi Abdulahad Ar bilan Sharq Turkiston yoshlar jamiyatining qurg'uvchisi Tibat Yuji Turk qatnashdi. Yig'ilishda Sharq Turkiston masalasi va Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatiga qarshi nimalarni qilish kerakligi haqida muzokaralar elib berildi. Nyu-Yorkda "Men uyqudan bidor Uyg'urlar vataniga ehtirom" nomli foto suratlar ko'rgazmasi boshlandi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Uyg'ur madaniyat san'atining sarkillarini o'z ichiga olgan 1 milliondan ortiq Uyg'urlarning Xitoyning jazo lagerlariga qamalishi dunyo jamoatchiligida zo'r andisha qo'zg'ayotgan bir paytda Uyg'urlarning bu ahuzari va Uyg'urlarga bo'lgan histoshlik faqat taratqular orqali aks etib qolmasdan, balki san'atning turli shakllarida, ya'ni ko'rgazmalar va asarlar orqali o'z ifodasini topmoqda. Bugun Nyu-Yorkdagi Miyako Yoshinaga ko'rgazmaxonasida ochilishga boshlagan Lisa Rus xonimning foto surat ko'rgazmasi shuning jumlasidandir. Mazkur ko'rgazmaning vujudga chiqishiga Robin hozirgi zamon go'zal san'at asarlari ko'rgazmasi, Bös Amerika san'at arxivxonasi qatorliq o'rinlar va Fransiyada yashayotgan usulchi va san'at antropologi Muqaddas Mijit xonim, Nyu-Yorkdagi muzikant Antonio qatorliqlar yaqindan hamkorlashgan. Ko'rgazma boshlanish oldida fotograf Lisa Rus xonim ifoda bildirib mundaq dedi: "Men uyqudan bidor degan temani mazkur ko'rgazma uchun tanlashimda sabab bor. Chunki men Uyg'urlar vatandagi vaziyatdan bearam. Do'stim, dangliq Uyg'ur folklorshunos Rahila Davud va boshqa nurg'un Uyg'ur san'atkor ziyolilarning Xitoy rejimi tarafidan tutqun qilinib lagerlarga elib ketilishi va bu xil qismatga uchrayotganlarning kundan kunga ko'payishi meni haqiqatan uyqudan bidor qildi. Men ularning ahvolidan chunqur andishlanmoqdaman. Ularga bo'lgan sig'inishimni, andishamni qanday shaklda ifodalash, qanday qilsam ularga yordam qila olaman deganlar ustida ko'p o'ylandim. Oxiri do'stlarimiz bilan birlikda o'zim ilgari turpanda tortgan bir qism suratlarimni ratlab, bu ko'rgazmani ro'yobga chiqardik. Nyu-Yorkda 17 yanvardan boshlab ochilishga boshlagan "Men uyqudan bidor Uyg'urlar vataniga ehtirom" nomli foto surat ko'rgazmasi 23 yanvarga qadar davom qiladi ekan. Xitoy Xotandan yana 164 nafar qizni ichkiriga o'tkazdi. Tunugun 17 yanvar kuni Xitoy xabarlarida bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonning Xotan shahri Qaraqosh noyisidan
atalmış 5-chi emgak kuchi bahonasida 164 nafar qiz ayollarni Xitoyning Jiangxi o'lkasiga yo'tkagan bo'lib, butun Sharqi Turkistonning boshqa shahar yezilaridami Sharqi Turkiston xalqini asminatsiya qilish siyosati bu xildagi ijroatlar bilan jiddiy shaklda davom qilmoqda. Xitoy bir tarafdan jazo lagerlariga so'lab yo'q qilsa, yana bir tarafdan sirtda qolgan 13-14 yoshdan boshlagan qizlardan tortib, ichkari o'lkalarga ishga o'rinlashtirish bahonasida yo'tkamoqda. İctimai uçur vasıtlarida Xitoyning undidor paranglish xotirasidagi so'zlarda bildirilishicha, Xitoy erlari lagerga qamalgan farzandlik ayollarni ichkariga yo'tkash uchun ularning farzandlarini bolalar lageriga elib ketib, onalarini ichkariga yo'tkayotganligi, ulardan yillab hech qanday xabar elinolmayotganligi bildirilmoqda. Kastamonuda Xitoyga qarshi bayonot e'lon qilindi. 18 yanvar Turkiyaning Kastamonu shahrida juma namozidan keyin inson haqlari va huquq tashkiloti IHH va ko'plagan yerlik tashkilotlar birlikda Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi bayonot e'lon qildi. Bayonotda so'z qilgan IHH tamsilchisi Mujohid Dodilan o'g'li Xitoy Sharqi Turkistonni ishg'ol qilgan kundan boshlab Uyg'urlarga zulm qilmoqda. Ammo yaqinqi kunlarda dunyoda boshqa bir o'xshi ko'rilmagan zulm bilan Uyg'ur qarindoshlarimizni qirg'in qilmoqda deganlarni bildirdi. U dalil isbotlarning ko'rsatilishicha 1 milliondan 3 milliongacha inson jazo lageriga so'langanligini bildirdi. Lagerda insonlar Xitoylar tarafidan har xil qiyin qistoqlar bilan qiynalıyotdi. Lagerdagi insonlarning ba'zilari aqlini yo'qotgan bo'lsa, yana ba'zilari hayotidan ayrilyotdi dedi. U so'zning davomida yana biz Xitoy hukumatidan so'raymiz. Nima uchun Uyg'urlarni lagerga so'laysizlar? Ularning gunohi nima? Lagerga so'langan kishilarning oilasining ahvoli qanday? Biz Xitoy rejimini Uyg'urlarni qonunsiz bostirishlarini to'xtatishga chaqiramiz. Sharqi Turkiston masalasi Amerikaning yoki G'arbning o'yini bo'lmasdan, zolim Xitoy rejimining qilgan zulmi ekanligi, bu zulmga qarshi butun islom dunyosi, jumladan Turkiya hukumati va turk xalqining sukut qilmasligi, zulmga qarshi to'xta deyishi kerakligini bildirdi. Faoliyatga Kastamonu shahar boshlig'i va ko'p sonda yerlik xalq qatnashgan bo'lib, faoliyat Kastamonu muftisining Sharqi Turkiston uchun qilgan ta'sirli duosi bilan oxirlashdi. Faoliyatdan keyin Kastamonuda o'qiyotgan o'quvchilar zulm aks ettirilgan rasmlarni ko'tarib, Sharqi Turkistondagi zulmlarni tushuntirdi. Xalqaro soqchi tashkilotining sobiq Xitoy boshlig'ining ayoli Fransiyadan panohlik talab qildi. Xalqaro soqchi tashkiloti Interpolning sobiq Xitoy boshlig'i Meng Hongweining ayoli Greg Meng Fransiyadan panohlik talab qildi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, BBCning xabariga asoslanganda, Xalqaro soqchi tashkiloti Interpolning markaziy ishxonasi joylashgan Lyon shahrida turishliq Greg Meng o'zi va 7 yoshli qo'shkezak farzandlari uchun Fransiyadan panohlik tilagan. Greg Meng France Inter radiosiga bergan bayonotida Xitoy tarafidan elib qochilishidan qo'rqayotganligini bildirib, g'alati telefonlar kelmoqda. Hatto avtomobilimga ziyon selishdi dedi. Greg Meng bir Xitoy ayolning o'zini mehmonxonagacha ta'qib qilganligini tilga oldi va bexatarlik sababidan yuzini axborotlarga ko'rsatmayotganligini aytdi. Xalqaro soqchi tashkiloti Interpol tarafidan oktyabr oyida e'lon qilingan bayonotda Xalqaro soqchi tashkiloti Interpol boshliqligiga saylanishdan ilgari Xitoy Kommunist partiyasida muhim vazifalarni o'tagan Meng Hongweining Xitoyni ziyorat qilish uchun 29-sentabrda Fransiyadan yo'lga chiqqanligi va shu kundan beri izdiraksiz yo'qolib ketganligi bildirilgan edi. Xitoy Kommunist partiyasi markaziy komiteti bo'lsa, oradan bir qancha kun o'tgandan keyin bayonot e'lon qilib, Xitoy davlat bexatarligi muavin ministerlik vazifasini o'tayotgan Meng Hongweining qonunlarga xiloflik qilganligiga doir gumon bilan nazoratga elinganligini va tekshirish boshlanganligini e'lon qilgan edi. Xalqaro soqchi tashkiloti Interpol Xitoyning bu bayonotidan keyin Meng Hongweining vazifasidan iste'fo berganligini e'lon qildi. Aslida Meng Hongwei 2016-yili Xalqaro soqchi tashkiloti Interpolning boshliqlik vazifasiga saylangan bo'lib, 2020-yilgacha vazifa o'tishi kerak edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ayetki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunaqa program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.